Bugungi darsimiz Karakan himoyasi yoki zashitasi desak ham bo'laveradi. Birinchi varianti. Demak, boshladik. Yetur C6 Yetur C6 ga oqlar D3 yuryapti bu holatda. Ya'ni qora salonda yo'lini ochyapti. D3 ga qoralar D5 oq katayda yuradigan salonining yo'lini ochyapti. Kun D2 kun D2 ga bu holatda Y5 markazda egallashga harakat. Kun Y5 ga kun G'dagi F3 markazdagi pechkaga hujum. Kun D7 yuryapti, uni o'rniga salon D6 yurganda yana ham yaxshiroq bo'lardi, lekin kun D7 yurib markazdagi pechkani himoya qilyapti, lekin salonni yo'lini bekitib qo'yapti. Oqlar D4 pechkalarni markazdagi pechkalarda almashtirib markazni yumshatmoqchi. D4 ga Dy ga kun uradi Y4 kun uradi Y4 ga mana endi Y'da qilib markazlar yumshadi va ochilyapti. Fers uradi D4 fers D4 ga qoralar kun G F6 yurib kunlarni almashtirishga qo'yyapti. Bu holatda salon G5 ochmasiga qo'yyapti va salon Y7 ochmasida bekityapti. Va bu holatda oqlar katta tomonga rakirovka, ya'ni 0-0-0 qilyapti. Uni o'rniga kun D6 dan shoh berishi mumkin edi. Salon D6 urganda fers uradi D6 qilib fers ichkariga kirib olardi. Keyingi yurishlarda katta rakirovka qilib markazda egallab keyinchalik shoh berishi ham mumkin edi. Lekin katta tomonga rakirovka qilishni ma'qul ko'rdi. Qoralar ham 0-0 bu holatda. 0-0 ga kun D6 kun D6 ga bu holatda fers A5 A2 ga hujum va salon C4 yurib bu holatda A2 ni himoya qilyapti. Agar korol B1 yurganda keyingi yurishlarga oq tomonga qoralar tomonidan hujumlar, bosimlar ko'payib ketardi. Shuni evaziga salon C4 yurib A2 ni himoya qilyapti bu holatda. Salon B2 ga B5 bu holatda. B5 ga salon D2 fersga hujum. Fers A6 ga qochyapti bu holatda. Fers A6 ga fers A6 ga kun F5 bu holatda salonga hujum, ya'ni hujumga hujum bilan javob beryapti. Salon D8 ga qochyapti bu holatda. Va bu holatda fers H4 fers H4 maqsadi G5 ga kelib keyinchalik mot qilmoqchi. BS qurbonlik qilyapti oqlar. BS ga fers G5 G7 dan mot qilmoqchi. Kun H5 tekinga qo'yyapti. Maqsadi agar fers H5 qiladigan bo'lsa G6 dan vilka qilmoqchi. Lekin bu holatda kun H5 o'rniga G6 yurganda kun H6 dan shoh berishi mumkin edi. Korol H8 ga qochadigan bo'lsa salon C3 yurib ochmasiga qo'yishi mumkin bo'lardi. Lekin shuning uchun unaqa
qilmayapti qoralar. Kun h5 yuryapti bu holatda. Kun h5 ga kun h6 dan shoh karol h8 ga qochyapti bu holatda. Karol h8 ga mana endi fers uradi h5. Fers uradi h5 ga. Fers a2 ga uryapti qoralar. Maqsad a1 dan mod qilish. Agar jh qilganda nima bo'lardi? Jh qilganda salon c3 dan shoh f6 to'sgan taqdirda ham keyin yurishlarga fers h6 kelib f6 dagi pechkaga bosim bo'lardi yoki kon g5 yurib mod qilish xavfi bo'lardi. Shuning uchun jh qilmasdan fers a2 qilyapti, ya'ni a1 dan mod qilish maqsadida. Salon c3 ham moddan qutulyapti, ham ochmasga qo'yyapti, konda himoya qilyapti. Salon c3 ga kon f6 yurib fersga hujum qilyapti bu holatda. Kon f6 ni o'rniga salon f6 yurganda, ya'ni almashtirishga qo'yganda nima bo'lardi? Kon f7 dan shoh berilardi. Karol g8 ga qochadigan bo'lsa agar kon f7 dagini g5 ga qo'yadi. Agar fers a1 dan shoh beradigan bo'lsa karol d2, ya'ni karol d2 ga yurib fersga hujum bo'lyapti ladya orqali. Karol d2 yuradigan bo'lsa salon uradi c3 shoh. bs bu holatda qilish mumkin. Kon f6 bu holatda fersga hujum. Shu holatda oqlar yutib ketishi mumkin bo'lardi. Aniqrog'i qoralar pozitsion jihatdan ustunlikka ega bo'lardi. Lekin salon bilan emas, kon bilan fersga hujum qilishda afzal bo'lyapti. Kon f6 ga bu holatda fers f7 dan o'zini qurbon qilyapti ladyaga. Agar ladya uradi f7 qiladigan bo'lsa nima bo'ladi? Ladya ursa agar ladya salonda urib shoh to'sadigan bo'lsa mod. Shun eng kuchli yurish hisoblanadi fers f7 bu holatda. Fers a1 dan shoh karol d2 katagiga qochyapti. Karol d2 ga ladya uradi f7 bu holatda. Ladya uradi f7 ga kon f7 dan urib shoh karol g8 katagiga qochadi majbur. Karol g8 ga ladya uradi a1. Karol f7 katagidagi konni uryapti bu holatda. Kon e5 dan shoh karol e6. Kon uradi c6 bu holatda va kon e4 dan shoh karol e3 ga qochyapti va salon b6 dan shoh oladi. Salon d4 holati, ya'ni bekityapti shohda. Va shu holatda qoralar topshiryapti. Agar salon d4 shoh bergan taqdirda ham kon uradi d4 dan shoh karol d5 katagiga qochadigan bo'lsa agar ladya a5 dan shoh kon bilan c5 katagini to'ssa bekitadigan bo'lsa ladya d1 yurib
kund orqasiga yashirincha hujum qilishi mumkin bo'ladi. Demak, bugungi vazifamiz shu: yozamiz, yodlaymiz.